har bitta bolani, odamni, har bitta insonning hayotini saqlab qolish hech qaysi boylik bilan, hech qaysi mezon bilan teng bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Men Olimvatilla Afruz Toshaliyevna. Marg'ilon tibbiyot bilim yurtini tamomlab, Qo'shtepa tuman tibbiyot birlashmasida o'z ish faoliyatimni boshladim. O'z bilimim, zehnim bilan hozirgi kunda Qo'shtepa tumani 85-oila poliklinikasida 3 yildan buyon bosh hamshira lavozimida ish olib boryapman. Yuragimda mehr, qo'limda shifo, yuzimda tabassum bilan xizmat qilaman. Zeroki prezidentimiz ta'kidlagandek, inson qadri uning salomatligi eng oliy boyligimiz degandek, shu boisdan sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish, tibbiyot xodimlarining mehnatini qadrlash yo'lida qo'llab-quvvatlab ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Biz hamshiralar ana shu ezgu ishlarning ishonchisimiz, davomchisimiz. Men faxr bilan aytaman, kasbim faxrim, bemorlarning sog'ayishi mening g'alabamdir. Har bir tabassum, har bir minnatdorchilik nigohi bu mening eng katta mukofotimdir.